Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan muxlislar. Hozir yana bitta zalimizga kelib, bego'y daroshkalarimizni chiroyli qilib tozalab, yog'lab, hamma trenajyorlarni bir qator yana ko'rib, shu ishlarni qilib ketyapmiz-da yana. Qo'ldan kelgancha. Bu Andijondagi 50-maktabda oldidagi ayollar zali. Ular ham yaxshi qaragan, shu klientlari zo'r. Shu effektlarni o'rnida olib ketadi. Sababi trenajyorlari sog', hammasi cho'tka ishlaydi o'rnida. Shunaqa ishlar. Keyingi yo'nalishimiz 5-mikrorayondagi zalga.